Bismillah. Chiqdingizmi aka? Yo, bismillah. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz Omonmisiz aka? akajon? Uychilar, Charchamayapsizmi? xonadonlar. Ha, xursandchilikning chegarasi yo'q. Bir gap aytaman akajon. Ayt. Xursandman. Xursandchiligimni rostdan chegarasi yo'q. Farzandli bo'ldim aka, farzandli bo'ldim. O'g'il ko'rdim. Tabriklayman ukam, tabriklayman. Lekin to'g'risini aytganda xursandchilik kasali erta ukam. Alloh farzand ne'matini beribdimi? Allohga shukr qil. Shukronasini ziyoda qil. Lekin bu farzand qachonlardir har qanday odamga yo musibatga aylanadi, yo mukofotga. Bu nima deganingiz? Bu musibat deganingiz nimasi? U farzand tug'ilishini odamlar qancha intizorlik bilan kutadi-ku axir. Farzand ulg'ayadi-ku, balog'at yoshiga yetadi. Xuddi o'sha payti ko'rinishini bera boshlaydi ukam. Yo farzand musibatga aylanadi, yo mukofotga. Musibat nima?